zalimizga dikey pardasini yeb berganmiz, ishlatib ko'rsatib beramiz. Ko'rayotganingizdek, bu o'rtada ikki yonga ochiladi. Kelishilgan joylar bo'ladi. Sklaypkasi alohida bo'ladi. Xohlagan payt buni ikkinchi zanjirdan olib turib tortib dem bo'ladi. Dorini to'sib beradi. Yoki nima chiqaradi? Yoki bekitadi. Xohlagan payt ochilganda o'rtada ikki yonga ochiladi. Juda yaxshi analizlar. Endi ko'pchilik so'raydi, bu oynamizni yo'q qo'ygan holatida oynani ochib o'tsa bo'ladimi? Bo'ladi, albatta, hozir ko'rsatib beramiz. Mana hozir gapirib ketsin, bu yoqqa ketsin, ko'rsataman. Mana oyna qo'yilgan paytida den holati bo'ladi. Mana mana bu joyda ushaladi, rombiki bu yoqqa olinadi, akfa ochilinadi, yo'q qo'ysa bo'ladi. Havo o'tib turadi. Tashqaridan ichkari umuman ko'rinmaydi. Splashni yopish uchun shuna holatga qilinsa, havo o'tib turadi bemalol. Xohlagan paytda demlanadi. Oynani bemalol yopib qo'yamiz. Jaluzimizni ikki yonga ochib qo'yamiz.